Seni ishga olib xato qilmagan ekanman. Ajoyib. Ha, endi esa ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Bir kunda-ya? Ha, bir kunda 2-3tagacha bo'ladi. Axir shahrimizni o'zing bilasan. To'g'ri aytasiz. Jamoatchilik ham tinch emas. Ayniqsa oxirgi vaqtda aytishlaricha yangi bir jinoyat to'da Men ham kelibdi. eshitgandim. Ha, ulardan avval esa bomjlarni bir yoqlik qilishimiz kerak. Nimaga bomjlar sizga nima yomonlik qildi? Ular aynan o'sha jinoyat to'daga sherik bo'lishyapti. Tushunarli. Demak, ularni tutishimizga to'g'ri keladi. Men Ha, tayyorman. tutamiz. Tushunarli. Menimcha hozir 1 daqiqaga chiqib ketsam bo'ladimi? Ha, Katta rahmat. Hozir qaytaman. Do'stlar, eshitdingizmi? Bomjlarni tutamiz dedi. Axir bomjlar mening do'stlarim. Jinoyat o'daga sherik bo'layotgan bo'lsa, aynan o'sha sherik bo'layotganlar tutish kerak. Bu esa hammani tutmoqchi. To'g'ri, bilaman, politsiyadagi ish ancha nufuzli, yana obro'yim ham ortadi, pul ko'p topaman, ammo bomjlar menga ko'tarilishga yordam berishdi. Ularni sharofati bilan o'zimni biroz bo'lsa ham tiklab oldim. Bilasizlarmi, agar hozir borib ularni tutsam, bu tuzini yeb tuzrog'iga tupurish bo'ladi. Do'stlar, menimcha bu ishdan ketishimga to'g'ri keladi. Chunki agar bu yerda turib bomjlarni tutmasam, kasbimga xiyonat qilgan bo'laman. Agar bomjlarni tutsam, do'stlikka xiyonat qilgan bo'laman. Har doim aytgandek, taqdir qarama-qarshiliklarga boy. Yoki u tomon, yoki bu tomonni tanlashga to'g'ri keladi. Mayli. Meni ko'zlarimni pul ko'r qilib qo'ya olmaydi. Men do'stlarimni sotmayman. Janob shef, bilasizmi? nima bo'ldi yana? Hech gap yo'q, tinchlik. Shunchaki bu ish juda ham xavfli ekan. Oddiy ofitser bo'lsam ham mayli edi. Nima? Axir ko'p pul olasan-ku. Ha, ko'p pul olaman, lekin bilasizmi, o'lib ketishim hech gap emas. Menimcha bu ish menga to'g'ri kelmasa kerak. Mana sizni ratsiyangiz, mana qurollaringiz. Tushunmadim. Nima bo'ldi o'zi? Shunchaki o'ylab qoldim, hali yashashni istayman. Mana ol. Bu nimaga? Yo'q, men qolmayman baribir. Yo'q, bu pullar qolishing uchun emas. Buni bankni egasi senga berdi. Menga? Ha, agar sen ularni o'ldirmaganingda, u bundan ko'ra ko'proq pul yo'qotardi. Bu yerda yana bor ekan. Katta rahmat. Agar qolsang, bundan ham ko'p ishlashing mumkin. O'ylab ko'r, Derb. Afsus, mehribonchiligingiz uchun rahmat, lekin hayotim puldan ko'ra ustun turadi. Ha, afsus. Lekin bilib qo'y, agar qaytmoqchi bo'lsang, har doim eshiklarim sen uchun ochiq. Toki bu yerda ekanman, seni har doim ishga olishga tayyorman. Katta rahmat. Aytgancha, kiyimlarni o'zingda olib qolishing mumkin. Xo'p, nimaga? Bir kun qaytib qolsang-da endi. Mayli, katta rahmat yana bir bora. Siz bilan bir kun ishladim, lekin bu juda ham yaxshi bo'ldi. Bo'pti, ishlaringizga omad. Senga ham. Gaplarimni unutma lekin. Xo'p. Afsus, do'stlar, yaxshi yigit edi. Ishga tayyormisan? Bomjlarnimi? Ha. Yo'q, bomjlarni tutmayman. Nimaga? Chunki ishdan ketyapman. Nima uchun? Shunchaki bu juda ham xavfli ish ekan. Nimasi xavfli? O'q tegishidan o'lib ketishim hech gap emas. Zirhnimcha bor-ku. Har doim ham bo'lmaydi zirhnimcha. Menda umuman yo'q. Endi sizda himoyachilaringiz bo'ladi. Men bo'lsa, menda himoyachilar yo'q. Shuning uchun afsuski ketishga to'g'ri keladi. Unda xayr. Xayr. Afsus do'stlar. Afsus. Agar qolib bomjlarni sotsam, do'stlar, bilasizlarmi, bu vijdonsizlik bo'ladi. Shuning uchun yo'q, men ishni qila olmayman do'stlar. Yaxshisi tinchgina qaytaman-da. Yaxshisi o'zimga juda ham tinchroq, yashirin joy topaman va qolgan bomjlarni ham ogohlantirib o'taman. Xo'sh, bularni hammasini mana bu yerga oshirib qo'yaman do'stlar. Kelinglar, hammasini qo'yamiz. Xo'sh, pullarimiz yana avvalgidek ko'payib boryapti. Agar politsiyada qolsak yana ham ko'p bo'lardi, ammo afsuski qola olmaymiz. Mayli. Agar bomjlar ketishsa, shahardan bilmadim qanday qilib pul topaman. Mayli, hozir bomjlarni barchasini ogohlantirib o'taman. Okey, do'stlar. Arilarini va bu yerda idishlar, axlat, yaqinda ularni hech kim termaydi, chunki bomjlarni yo'q qilishyapti, jin ursin. Mayli, vahimaga berilmaslik kerak. Yigitlar, Darb, nima bo'ldi? Juda ham yomon ishlar bo'ldi. Hozir hammasini tushuntiraman. Janob sotuvchi, jin ursin. Nima bo'ldi, Darb? Buncha vahimadesan. Hozir bilasizmi, politsiyachilar hammangizni tutib olmoqchi. Juda ham yomon ishlar bo'lyapti. Umuman tasavvur qila olmaysizlar. Lekin nega harbiy kiyimdasan?
Chunki bu juda ham uzoq hikoya. Iltimos qochinglar hoziroq. Bu ma'lumotni qayerdan olding? Oldimda, sizlar o'zingizni qutqaringlar. Bu yerdan ketmasanglar bo'lmaydi. Aniq politsiya kelib tutib oladi. Jitel, bo'la qol, keta qol. Yo'q, men bu yerda yashayman. Mayli, o'zlaringiz bilasizlar. Qolsanglar qolinglar, lekin men ketaman. Do'stlar, men ularni ogohlantirishga harakat qildim, lekin gapimga ko'nishma. Stop. Nima? Ko'rdinglarmi? U yerda politsiya va yolg'iz bo'lmish, jin ursin. Men uni taniyman, axir u bilasizlarmi, bir qismda meni urgandi. Yo'q, men ularni ogohlantirdim. O'zlari gapimga quloq solishmaydi. Endi ketsam ham bo'ladi. Buni qaranglar. Qochyapsanmi? Yo'q, uyimga ketaman. Nima? Yo'q, qanaqa uy? Politsiya yuribdi. Ular hammalarini tutib olishadi. Shuning uchun qoch. Agar ishonmasang yur, ko'rsataman hozir senga. Mayli. Politsiyachilarni shu atrofda bu yerda hech kim yo'q ekan. Mana aka ko'rsataman. Uyni nari tarafida hozirgina bitta bombni tutishayotgandi. Bilmadim, balki so'roq qilishayotgandir, qolganlar qayerdaligini. Jin ursin. U bombni bilan hammamizni sotib qo'yadi. Yaramas. Hozir hammaga aytayotgandir. Juda ham iflos bomsh. Shundoq ham hammamiz iflosmiz, lekin u bizdan battar iflos. Qochish kerak. Faqat qayoqqa? Aytgancha, qayoqqa qochmoqchisan? Tak, qayerga qoldi? Senga savol berdim, qayoqqa qochmoqchisan? Yerto'lamga? Nima? Yerto'la qayerda? Eski ofisda joy bor. Xo'sh, keyinchi? O'sha yerda. Yerto'lada. Ajoyib. Shoshma, agar u yerda yerto'lang bo'lsa, meni ham qabul qilasanmi, iltimos? Pul to'lashim mumkin. Qancha to'lay olasan? Istagancha $100 yetadimi? Qayerda senga uncha pul? Bor-da shu. Aldama, yaqinda idish terib yurgandek. Mayli. Isbotlashim mumkin, yur. Xo'sh, menda hozir bag'da yo'q, lekin uyimda bor, yur ko'rsataman. Faqat yerto'langga qabul qilsam bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, bu atrofda hech kim yo'q, hali ham o'tirishibdi. Yugurib o'tishga to'g'ri keladi. Qani endi u? Allo. Qanisan? Yur. Senga ishonmayapman. Nima? Puling yo'q bekorga. Pul to'layman, isbotlayman, pulim bor. Mayli, bo'l. Yerto'langga qabul qilsam bo'ldi. Yur. Faqat bir kunga. Mayli. Keyin ketasan. Ketdik. Bir kun bo'lsa bir kun. Politsiyachilar ketgandan keyin o'zim shu turishim ketaman. Xo'sh, u tarafda hali ham ular o'tiribdi. Ketdik. Sekin. Bo'ldi. Davay, yaxshi. Do'stlar, politsiya uchastkasi yonidan o'tishimizga to'g'ri keladi. Mana bu eng xavflisi. Agar u tarafdan o'tsak, u yerda ular bor, jin ursin. Mayli, har doimdek mana shu tarafda maktab yonidan aylanib o'tamiz. Yo'q, bu tarafdan emas. Undan ko'ra bu tarafdan o'tamizki. Xo'sh. Yaxshi. O'zi yerto'lang u tarafda borligini birov biladimi? Yo'q, men va akam. Tushunarli. Xo'sh. Bo'sh, yaxshi. Hozir endi devorlar tomondan o'tamiz. Ke. Xo'sh. Politsiya ko'rinmayapti. Ajoyib. Xo'sh, hozir menimcha hammalari shahar bo'ylab yurgan bo'lsalar kerak. Agar tutib olishsa, mani bilmadim. Mening yashash joyim yo'q. Shuning uchun bir kun qo'lga tushaman. Ammo bugundan harakat qilsam, qo'lga tushmasligi mumkin. Xo'sh, bu yerdan ovqatlarni olaman, yaxshi. Endi esa bu tarafdan pul olaman. Bo'ldi. Qanisan? Bormish. Xullas, mana Nima bo'ldi? $100 ana endi. Ajoyib. Yerto'langa boshla mani. Politsiya ketgach, o'zim ketaman. Ketdik. Bo'ladimi? Mayli, yur, ofisda deding-a? Tashlandiq ofis. Hech kim bo'lmasa, undan ham yaxshi. Nihoyat tinchgina joy. Mana hozir uyim emas. Xo'sh, politsiya tarafdan sekingina tez yugurib o'tamiz va bo'ldi. Endi mana bu yerda sekinlashsak ham bo'ldi, chunki burilib o'tishimiz kerak. Xo'sh, hech kim yo'q, kelyapsanmi? Yuguryapman. Yaxshi. Xo'sh, do'stlar, politsiya ko'rinmayapti. Mana do'stlar, mana shu tashlandiq ofis. Narigi tomonga kirish. Tushunarli.
O, reklama alim turibdi. Okey. O, shumi? Ha, shu kirish joyi. Yaxshi. Yaxshining joyida, lekin yomg'ir yog'sa, suv to'lib qolishi mumkin. Yoqmasa ket. Hop, mayli.